Assalomu alaykum hurmatli podpischi va yaxshimisizlar. Bugun haftaning yakshanba kuni 23 avgust Samarqand mashina bozoridan sizlarga Nexia 1, Nexia 2 narxlarini ko'rsatib boraman. Har xillardan bir variant, arzonga har xillardan bir. Agar siz kanalimizga yangilardan bilsangiz, pastda podpisatsiya tugmachasini bossangiz bizdan chiqayotgan videolarni birinchilardan ko'rsangiz bo'ladi. Yuqorida Instagram kanalimiz bor. Ularga ham kirsangiz har xil videolar qo'yib boramiz. Sizda qanaqa mashinalar qiziqib turadi. Videoni siz boshdan oxirigacha albatta ko'ring, o'zingizga yoqqan mashinani ko'rib, tekshirib olsangiz bo'ladi. Sizga yaxshi kayfiyat tilagan holda biz videomizni boshlaymiz. Birini yili 2006 dan topib qo'yib holatchasiga bitta qarang, holati yaxshi holatda ekan. Faralar LED qilingan. LED faralari yaxshidan zo'ridan qo'ygan ekanlar. Motor Sonstran metan 90 talikdan o'rnatilgan. Motor hadovoy ishlarida hech qanday ish yo'q. Motor hadovoylarini bitta ko'ring. Motor hadovoylarga lekin kamyon zo'r holatda ekan. Ruli gidrolika. Yon tomondan ko'rinishlari balon holatda 4 ta yumshoq yangi balonlardan o'rnatilgan, yaxshi balonlardan. Salon ishlariga bitta qarang. Salon ishlari ham evakorpolga tashlab qo'yilgan yaxshi chiqonlardan o'rnatilgan. Nexia 3 rollardan o'rnatilgan. Yurgan probegi 150 ta yurgan audio sistema. Orqalariga ham bitta qarang, orqalari ham yomon emas. Kenvet kolonkani originaldan qo'yilgan. 3 litrgacha bor ekan. Mashina Samarqand shahar mashina ekan. Bagajni ochib yuborasiz, bagaj holatlarini ham ko'rsatib o'ray. Obunachilarga. Bagaj holatlari ham yomon emas, zapaska balonlargacha bor ekan. Kraskasi, kesaga kraskasi toza ekan, ya'ni любой usta bilan kelib, ko'rib, tekshirib, savdolashib olsangiz bo'ladi. Bunaqasi bozorda toza kraskasi bitta Nexia 1. Akamiz bu Nexia 1 ning narxini 37 million deblar. Sam avtobrend albatta kanaldan chiqsangizlarga 34 millionga faqat narxga berar ekanlar. Variant Viku barter bormi? Bor, variant bor, Viku bor. Generalga ham berasiz. Dokumentdan hech qanday muammo yo'q ekan. Dokumentga muammo yo'q. Xo'sh aka, telefon nomer aka? 90lik. 90lik 505 505 07 07 90. 90 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 2 yili 2009 texpasport, kuzov ham 2009 ekan, faralari LED qilingan. Mijigar pultlargacha bor ekan. Hozir motor hadovoylari ko'rsataman. Motor hadovoylarini bitta qarang. Motor 1.6, 3-pokoleniya 65 talik propan gazlari uстановka qilib qo'yilgan. Yon tomondan ko'rinishlari. Mashina 4 ta eshik shumka qilingan. Balon holatlari ham yaxshi holatda, chiroqchilardan taqib qo'yilgan. Hozir salon ishlarini ko'rsataman. Salon ishlariga ham bitta qarang. Lyuks. Yurgan probegi 180 ta, yurgan audio sistema. Mashina katta qo'rg'on mashina ekan. Orqalari ham yomon emas. Ya'ni bu usta bilan kelib, ko'rib, tekshirib, savdolashib olsangiz bo'ladi. Kraskasi kesagiga bir 50% kraskachasi bor ekan. Hech qanday detal almashmagan ekan. Bagaj holatlarini ochib o'rasiz, ko'rsatib o'ray. Bagaj holatlariga ham bitta qarang. Zapaska balonlari bor. Yon tomondan ko'rishlari. Aka, qancha so'rayapsiz aka? Oxir aka 2700 bo'lsa beramiz. Xo'sh, 2700 biz oxiri bo'lsa berib o'rasiz. Sam avtobrend kanalidan albatta chiqsa agar. Xo'sh aka, variant Viku barter bormi? Nasiyasiga bir oy qarab beramiz. Generalga berasizmi? Beramiz. Telefon nomer 91lik 91lik 313 313 98 85. telefon qilib aloqaga chiqasizlar. 2 yili 2016 texpasport, kuzov ham 2016 ekan, faralar LED qilingan. Motor gibrid. Motor hadovoy ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. 50 talik propan gazlargacha uстановka qo'yilgan. Yon tomondan ko'rinishlari. Balon holatlar yaxshi holatda. Kraskasi kesaga любой usta bilan kelib, ko'rib, tekshirib, savdolashib olsangiz bo'ladi. Kraskasi 100% javob deb aytibdi. Kraskasi toza ekan. Salon ishlari. Ruli gidrolika, yurgan probegi 160 ta, yurgan audio sistema. Mashina qayer mashina? Mashina orqalari ham yaxshi holatda ekan. Propan gazlargacha uстановka qo'yilgan. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Bagaj holatlari ham yomon emas. Mashina qayer mashina, amak? Mashina payroq mashina ekan. Qancha so'rayapsiz aka? 57 million. 57 million so'rayapsiz. Sam avtobrend kanalidan albatta chiqsangiz agar 56 millionga narxga berar ekanlar. Xudo xohlasa. Aka, variant Viku barter bormi? Generalga bormi? Xohlagan dokumentga, xohlagan variantga kelishib Telefon nomer aka? 94lik 94lik 558 558 35 50. 50 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Yili 2016 pasportdan kuzov ham 2016 ekan.
Ya'ni Luboy ustoz bilan kelib, ko'rib, tekshirib, savdolashib olsangiz bo'ladi. Faralar LED qilingan. Motorlarga bitta qarang, lyuks konditsioner. Motor gibrid, metan 90 talikdan o'rnatilgan. Motor hadovoy ishlarda hech qanday ish yo'q ekan. Yon tomondan ko'rinishlari, balon holatlari ham yaxshi holatda ekan. Salon ishlarini ko'rsatib boraman. Salon ishlariga ham bitta qarang. Lyuks yaxshi chiqonlarda o'rnatilgan, yaxshi poliklarda o'rnatilgan. Yurgan probegi 137 ta yurgan audio sistema. Orqa holatlarga ham bitta qarang. Orqa holatlari ham yomon emas. Yana Luboy ustoz bilan kelib, ko'rib, tekshirib, savdolashib olsangiz bo'ladi. Orqa holatlari, bagaj holatlari, zapaska balonlarigacha bor. Yon tomondan ko'rinishlari. Aka, qayerlarda kraskasi bor? Kraska eshik taklarida bor aka. Eshik taklarida bor, aka. Boshqa hech qanday udar-fudar bo'lmagan, hech qanday detal almashmagan, aka. Qancha so'rayapsiz, aka? 45 million so'rayapman. 45 million so'rayapsiz. Bozor nech pul narx qildi, aka? Bermadingiz, aka. 1 million qildi aka. Narx qildi, bermadingiz. Nech pulga berib yuborasiz, aka? 2 bo'lsa berib beraman. Xo'p, aka. Variant Viku barter bormi? Generalga berasizmi? Generalni beraman. Telefon nomer, aka? 99lik 99lik 953 953 90 30. 90-30 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. 2 yili 2010 faralar LED qilingan. Hozir motor hadovoylarini ko'ring. Motori Sonstramblyor, lyuks konditsioner, 3-pokoleniya propan gazlargacha uстановka qo'yilgan 65 talik. Yon tomondan ko'rinishlari 4 ta eshik shumka qilingan, balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Mashin pastarg'on mashina ekan. Salonlarga ham bitta qarang, lyuks evakor poliga tashlab qo'yilgan chiqonlari bor. Yurgan probeg 388 ta yurgan. Audio sistema. Orqa holatlariga ham bitta qarang, orqa holatlari ham yomon emas, yaxshi holatda ekan. Ya'ni Luboy ustoz bilan kelib, ko'rib, tekshirib, savdolashib olsangiz bo'ladi. Orqa bagaj holatlariga qarang. Yomon emas. Zapaska balonlariga berar ekanlar. Orqalari ham yaxshi holatda. Yon tomondan ko'rib, kraskasi kelsaga 25-30% kraskasi bor ekan. Xo'sh, Sam Avto brend kanalini albatta siz chiqsangiz obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqarmang. Zo'r narxda bozorda yo'q narxdan qo'yibman. 2500 ga narxga berar ekanlar. Variant Viku barter bormi? Aka, telefon qilaversa iloji boricha narxga. Generalga berasiz. Luboyda kim qilib beraman. Telefon nomer 90lik 90lik 448 2077. telefon qilib aloqaga chiqasizlar. 2 yili 2014 tex pasportdan kuzov ham 2014 ekan. Hozir motor hadovoylarini ko'rsatib, motor hadovoylariga bitta qarang. Motor gibrid, lyuks konditsioner ishlar ekan. Metan 80 talikdan o'rnatilgan. Motor hadovoy ishlarda hech qanday ish yo'q ekan. Ya'ni Luboy ustoz bilan kelib, ko'rib, tekshirib, savdolashib olsangiz bo'ladi. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. O salon ishlarini ko'rsatib boraman. Salon ishlariga bitta qarang. Salon ishlari lyuks yurgan probegi 170 ta yurgan, halol o'zi yurgan probegi deb aytiblar egalari. Audio sistema. Orqa holatlari, orqa salon holatlari ham yomon emas. Bagaj holatlarini ko'rsatib boraman. Bagaj holatlariga ham bitta qarang. Zapaska balonlargacha bor ekan. Orqalari ham yomon emas. Yon tomondan ko'rinishlari, kraskasi kesilgan eshikning mana shu pastlarida, keyin kapotni mana shu yerda kraskachasi bor ekan, 30-40% bor ekan. Kelib tekshirib savdolashib olsangiz bo'ladi. Aka, qancha so'rayapsiz? 4000 so'rayapsiz. Bozor nech pul narx qildi bermadingiz, aka? Bozor 3,5. 3,5 narx qildi bermadingiz. Variant Viku barter bormi, aka? Yo'q. Generalga chiqadi. Xo'sh. 3700 bo'lsa berib yuborasiz. Sam Avto brend kanalidan albatta chiqsangiz, aka. Obunachilar moshinamiz aka, aka. Obunachilar bo'lsa chiqsa. Xo'sh, Sam Avto brend kanalidan albatta siz chiqsangiz agar, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqarmang. 3700 ga berib yuborar ekanlar. Telefon nomer aka. Nomer 77lik 77lik 088 088 96 96 90. 90 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. 2 yili 2015 tex pasportdan kuzov ham 2015 parallel LED qilingan, lavovoylar gerb qilingan, motor hadovoy ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. Metan 90 talikdan o'rnatilgan. Balon holatlariga bitta qarang. Balon holatlari ham yaxshi holatda, 4 ta yumshoq balonlardan o'rnatilgan. Salon ishlarini ko'rsatib boraman. Salon ishlariga ham bitta qarang. Lyuks evakor poliglar tashlab qo'yilgan, genterollar o'rnatilgan. Yurgan probegi 177 ta yurgan.
Pioner modifonlardan o'rnatilgan. Orqalariga ham qarang. Orqalari ham holati ham yomon emas, yaxshi holatda. Kenvet kolonkalar o'rnatilgan. Usilitlarigacha bor ekan. Mashina ishxon mashina ekan. Metan turibdi, zapaska balonlarigacha bor. Yon tomondan ko'rinishlari, kraskasi kiysak agar, kraskasi bir 10% bor ekan. Ya'ni bu usta bilan kelib, ko'rib, tekshirib, savdolashib olsangiz bo'ladi. Akamiz bu Nexia 2 ni 4700 deb Sam Avto brend kanalidan albatta chiqsangiz agar 4500 ga narx qilib qo'yibman. Variant Viku barter bormi? Bor. Telefon nomer aka? 50lik 525 525 85 88. 85 88 telefon qilib aloqaga chiqasizlar.